hech qachon man qilgan xatoni sizlar qilmanglar. Ya'ni klientingiz ko'nib turgan narsadan boshqa narsaga ko'ndirib, yasab berib, yengillik qilaman demanglar. Chunki klient o'zini tayyorlab, shu narsani taqishga tayyorlab bo'lganda, sizlar boshqa rangida va boshqa narsadan yasab bersanglar, albatta 100% ularga yoqmaydi. Bu xatoni men qildim. Klientim jimchuqlik turini xohlaganda men uni xrustalga ko'ndirdim. Yana ham hamma ko'ylagingizga tushadi, chiroyli turadi deb men klientni o'ylasam, ularga yoqmadi. Ko'rib turganingiz juda o'sha o'zini paytida trendga chiqqan ro'molli aksessuarim klient uchun yasaldi, ammo ularga yoqmadi. 2-3 marta u yog'ini bu yog'ini o'zgartiring dedi va oxiri men ularga aytdim, keling, pulingizni qaytarib bera qoling. Baribir sizga buni yasab chiroyli qilib bersam ham yoqmaydi, lekin o'quvchim aytdilar, Nargiza, bu juda chiroyli narsa yasudingiz. Keling, men ham shundan yasayman deb darsda xuddi shuni o'quvchimga ham yasashni o'rgatdim. Sizlarning fikringlar qanaqa? To'g'ri aytyapmanmi?